Salom do'stlar, sizlar bilan men Romankal, mana yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun biza Dallas o'ynaymiz. Hop, bolalar. Tangalarimni ko'raychi. 1170 bitta 45 ta. Bolalar, endi akkauntimni ko'rsataman. Qalay bolalar akkauntimga? Undan necha ball berasizlar mana? Bappe 87, mana bittasi 99 bo'lgan. Mana Holland bor, Vinicius, Victor Osimhen, kim taniganlar biladi bu futbolchini bolalar. Ronaldo bor, Salah bor, Militao, Van Dijk, Rudiger, Hakimi, Oblak, full bo'lgan Oblak mana. O'zi asl kuchi 82, men kuchaytirganman 92 qilib tashlaganman. Buni boshqa kuchaytirib bo'lmaydi. Yamal bor, faqat kuchi kam. Walker bor, buni tanimayman o'zim, ham taniganlar bor bo'lsa kerak. Rashford bor, Anton Griezmann bor, Messi bor, Luka Modric, Luis Diaz, Nunezni taniganlar bor, taniydi. Hop, Son bor, Osman Dembele, Lukaku bor, Williams, mana bu taniqli futbolchi emas-ku, lekin mayli. Immobile. Bolalar, bugun biza onlayn o'ynaymiz. Mana unaqalar kelibdimi? Bolalar, menga mana shu tushsa yaxshi bo'lardi. Ana Urugay bor-ku, Valverdening davlat, Urugay. O'sha tushsa zo'r bo'lardi. Valverdega qiziqaman. Hop, bolalar, bugun biza onlayn o'ynaymiz, mayli. Bo'lmasam boshladik. Voy bile, ikkita qizil bu. Husanov? What the fuck? Bu Husanov bo'pti. Yo-mayo. Qo'yilmoqom ekan. Husanov topdi. Mana bolalar, o'z ko'rsataman. Mana u men akkauntim qizil ham yo'q. Qizil oldim, o'sha akkauntimga o'chirdim. Marmush. Voy, 4 ta bor ekan. Yo-mayo, mana Husanov. Oblak. Bular bir boshladi. O'ynashda davom etamiz. Marmushda to'p. Van Dijk ololmay. Hakimi ajoyib. Vini. Hop, bolalar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Bildinglar, anchadan beri penalti. Voy, qizil oldimi? De. Bilasizlar, anchadan beri video olganim yo'q. O'shaning uchun ham obuna bo'linglar. Aytgancha do'stlar, kecha tug'ilgan kunim bo'ldi. 10 ga kirdim kecha bolalar. Hop, obuna bo'lib qo'yinglar, maylimi? Endi video qo'yaman endi. Ancha paytdan beri video qo'ymadim. Endi video qo'yaman. Penaltidan uradi bular shunaqa, boku. Penalti bo'lmaganda o'z gol bo'lmas endi. Boku, maqtanmaylar. Bitta golchan qizil oldim endi. Nima qilaman? Qizil olib bo'lsam yutishim kerak. Sanib to'p. Baribir bolalar, bilasizlar, onlayn o'ynash qiyin. Bolalar, kam video ko'rayotganlarda bunaqa savol bo'lib qolishi mumkin. Qachondan boshlab o'ynagan, zo'r akkaunt ekan deyishlari mumkin. Men bu DLS'ni 2024-yildan boshlab o'ynaganman. O'shaning uchun akkauntim zo'r. Bitta emas akkauntim. 8 ta, 6 ta akkauntim bordi. Sanab ko'rmaganman. Lekin 8 ta bor, taxminan. Ko'pda bor bular. Eng zo'ri mana shu akkauntimda, lekin men 2 ta akkauntim o'chib ketgan. Bittasini sotib olganman, bittasini esa kimdir ataylabdan olib qo'ygan, bilmayman. O'sha akkauntimda bor-ku, moviy futbolchilar bor edi, Ronaldo bor edi, 99, Sergio Ramos bor edi bolalar. Qora futbolchilar ko'p edi menda. Вообще ko'p edi. Voy, Allohim, zo'rda baribir bolalar. O'ynashda davom etamiz. Brunelga yutqazdiryapman. Yo-mayo, qo'yildi. Oblak вообще zo'r turibdi. O'ynashda davom etamiz.
Vallahi anna yutqazdiraman o. Yo'q o'ylagan o blok qilmagan. He reacted so quickly there. No one thought the keeper would make that stop. Hop. Okey. Oo. Gets in the way of the header. Qaysi bir kalla qo'yib yubordi. Qaysi tentak edi. Oy 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 sal qoldi ya. Saliba. Saliba вообще zo'r ekan otdi ya. Vitinha ham bor Will he ekan go for bularda. Corey? Senses the danger and gets it away. Arda Güler. So one team Arda Güler 80 bo'lgan bo'lsa kerak ya. on the other side using Evet, qizil oldim ha. Esiz. Mayli. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Nimadir bo'lyaptimi? Lo'ng chiqib ketsin deb bori. Chiqib ketsin. Zo'r bo'lar, bile chiqib ketmadi. Mayli. Nima deb qoldi? Nima? They brought on a few substitutes Hammasi for the second half. turibdi. Oy, Mbappe top doldurma. Sana atlab 7 raqamga qo'yganman. Ronaldo Prime davridagi raqamni 17 ga qo'yib qo'yganman. This is Haaland. Hop. He's going Accountim, mening ham accountim. Oblak молодец. Sound Nicholas Jackson qoldi borga. O'zbeklarimiz tilida lutfulla to'raga. Voy, top olib qo'ygan. to win the ball. Okay. It's not been a great game for them so far. Want them to grab a goal back here. And he's looking for the assistance from Hozir ikkinchi gol bo'lsa. a chance Oblak. to stop. Вообще zo'r qatnashyapti borku. And in full. Bola bu komanda yutadi desalaring, obuna bo'lasizlar. Men yutaman desam, like bosasizlar. Lek yutmasligim aniq o'tiribdi. Accountim zo'r bo'lsa ham o'ynashim. Regains possession. Voy. Hop, Mbappe iltimos. Game seems to be mostly played in a losing team. Obbo. A goal from the substitute. Mayli chidash kerak. Diyor Abduqodirov. Assist qo'yildi. Replenish that energy level. So, new players are coming on. Keyin o'li. There's frustration seen coming from the bench right now. Manager won't be pleased. Onlayn o'ynashni jonchalik zo'rmasan deb vallahi aytdim. Keyin kamiklarga yomon deb qo'ydim. Kamga qilib keta olmayman deb. Burnley play. Juda javob bo'ldi. Kamga qila olmayman. Bitta gol ursam uribdim. Goal there. Here's how he Mayli lo'ng kamga qilaydi vallahi. pair of legs here then. Teng bo'lsa ham mayliga. Putting in a Zaten ikkita goldi yana urganim. Oy bu. Luka Modric'ni yugurishi yaxshi bo'lmagan yomonda bile. Mbappe iltimos ishonardim men senga ishonardim. Yugurishing 97 bo'lsin. Menda yugurasan. 97. Vallahi vaqtim tugayapti. Vitinha shoots. He's missed and it hits the side netting. Lan bitta golni urayim. All goals. Ikki yo'lga yutqazdirdim. Ana endi shart bo'yicha obuna bo'lib qo'yasizlar. Bular yutdi, biz yutqazdirdik. Vitinha bulardan. He was Bizda Oblak zo'r. Nima Haaland qo'y. Mayli bo'pti. Hech shuri. Hop bolalar, endi bam. Nima qilaman men? Kakkiras mana. Kakkiras o'zini joyida turibdi. Hop mayli. Mayli endi. Mana
O Getafe yani Hetafe bilan o'ynaymiz degan. Okey, nomi sal kulguliroq. This team should win. In theory, they have a stronger side, but can the away team have gone with this lineup? Uzr ekin bolalar, Rometo Minecraft deb account Oh, it's a clear ana chance. accountim nomini qo'yganman. Lekin Dallas o'ynayapman. Uzr so'rayman bolalar, endi jamchalik Minecraft o'ynayim kelmay qoldi. Chunki zo'r modlarni qo'shim kelmay qoldi unchalik. Yani keyingi video Minecraft bo'ladi. Keyingi videomiz bittagina like blokni ustida yashashdi ana videomizni. Video yaqinda emas endi. Vaqtim bo'lgan paytda qo'yaman, lekin bugun emas. Vaqtim bo'lib qolsa qo'yaman video. Mia with the ball. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar, iltimos qilaman. Voy. Bolalar, obunachilarim negadir ko'paymayapti bolalar. Mayliga uzr yaxshi video qo'yaman. Lekin obuna bo'linglar. 200 ta bo'lay. Anchadan beri 190 ta bo'lib turibdi bolalar, maylimi? Endi obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos bolalar. Mana bir 200 ta 1000 tali bo'lay, men ham bir obunachilarim ko'p bo'lsin. Xafa bo'lib boryapman, lekin bor-ku. Bolalar, mayli, o'yin davom ettiramiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Mana shu videoni ko'rsalaring, video davomida necha marta aytdim, shuni kommentariyga yozib ketasizlar. Shu gapni. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar degan gapni necha marta aytganimni kommentariyga yozib ketasizlar. Mia with the ball. He's charging down the wing. Mana shu o'yin tugasin. The challenge. Mbappe looks comfortable on the ball. Hovliga tashlab turamiz va Mbappening gol. Korea, Nima great save. degan? Tasvirini bunda tushunmayapti. Mayli, endi kallachada bir Valkerdan, u Osimhendan. Lekin ajoyib shotda mana qaranglar bolalar. Вообще. Hop, Valker kalla qo'ydi endi qaranglar. Вообще так. Qaranglar, xuddi 9 yana ichidan o'tayotgan deydi. Tomosha. Hop. Bizning odamda tomosha What an opportunity. Simply no messing about. Mbappe'dan gol urinib do'stlar. He's going home. Ajoyib. We'll want to see a replay of that great goal. He's read that one absolutely perfectly. Gapirmay qoldim. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, videoga like bosib qo'yinglar, iltimos qilaman. Iltimos qilgan bo'lardim. Bolalar, sizlarga Vuzi ana akkauntni, YouTube akkauntni tavsiya qilaman bolalar. Bunda 7,5 ming ta obunachi bor. Buni maqsadi obunachilarni 10 ming ta qilish. Bolalar, shuni obunachisini 10 ming ta qilib bersalaringiz men xursand bo'lgan bo'lardim. Mana shu tugmachani bosib qo'ysangiz hech nima olmaydi. Yana qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Videolarini ko'ring, survival qiladi mana bir kun, birinchi kun, 100-kun. Zo'r videolar chiqaradi bolalar. Mayli, hozir biz dalasiga o'tamiz. O'yin davom ettirak bizni. Uses his strength to win the header. Yugurish tezligi yaxshi bilasizlar. What did he do? Hoppa, ajoyib gol. Goals for this player. He's Menimcha vaqt asta o'tmayapti. Tez o'tyapti. Some players will be glad to hear the Hop, half-time bolalar, kommentariyga yozib qoldirasizlar. Ronaldomi yo Messimi? Ronaldo deganlar obuna bo'lsin, Messi deganlar like bossin. The manager decided to make one small change to his squad. Boshlandi. Nice pass. Ikkinchi taym ham boshqa. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Iltimos qilgan bo'lardim. Ikkinchi o'yinlar reklama qilgan. He
in control. YouTube akkauntga ham Vozi'nikiga ham obuna bo'lib qo'yinglar bo'ldi, maylimi? Quick serve could work wonders for the team. U ham bechara ham harakat qiladi ancha paytdan beri. Good Kim passing. meni ancha zo'r videolarga keyin videomda o'ylayapman-da, mayli. Bitta like blok ustida yashab qolishni qo'yaman. Undan keyin qaysi videoni qo'yishga qiziqib ketyapman. Mayli. Osimhen o'rniga Messi qo'shilar ekan. Mana. Modric, Ronaldo ketdi, Modric o'yinga qo'shildi. Luka Modric ham yaxshi futbolchi, haqiqiy hayotda biladi nima qildi. Davay, shtrafdan gol ursam bola obuna bo'lib qo'yasizlar. Ura olmasam hech nima qilmaysizlar, voy bilan. Veni tepganda gol bo'larmidi hozir. Qaysi brigadirmi tegdi-da hozir, bilan. Nima qilyapti bu? Shuni sariq beray kerak, men shtrafimni olaman. Shtrafimni olmadim. Oppa! Qaysi deb turuvdi ko'rma. Offside. Offside diyorum. Offside by a wide margin. He's played it long. Intercepted. Oppa. Wins the ball. Dribbling. Hey, mana qasos. Bile qizil. What the heck? O'zi o'yinga qo'shilmasdi. Zamin turardi. Lekin voy. Mayli eshitmaymiz, hatto yutyapsiz-ku. Onlayn bo'lganda aniqkami qilib edi. Hop, aha. Gol. 6-0 bo'ldi. 6-0. Menga baribir teperaman. Sizda gol urmanga nima kerak bor? YouTube. Vaqtim tugaydi deb qoldi. 4 daqiqa qo'shildi. Voy. Shu offside deyman ko'raman-da, mayli. Qo'lni talmashda Griezmann o'rni. Oy. Bappe ajoyib Bappe gol. 7-0. Mbappe. Vaqt tugadi bo'ldi. Degan bizga videomiz tugadi. Hop. Bo'ldi, aytgandek. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'y. Videoga like bosib qo'yinglar. Yo'q, valla. Ikkitagina qopti qizil futbolchini olishimga bo'ldi. Shu qizil futbolchi ketmasidan oldin olganimda qizil futbolchidan tushib qolsa, shu Usiyagin tushib qolsa, ana qilamiz. Videoga olamanda shu joyini ana qilaman, shorts qilib yuboraman olib. Tushunlaringmi yoki o'shani video qilib chiqaraman. Ko'p vaqtli. Mayli bolalar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Xayr.